Bu hafta mediada prezidentlar haqida juda ko'p gapirildi. Umid Pirboyev so'nggi kunlarda dunyo davlatlari rahbarlari bilan bog'liq yangiliklarni bir yerga jamladi. Prezidentlar haftaligining asosiy voqealaridan biri shuki, dunyo rahbarlariga yana bir yangi hamkasb qo'shildi. Gap shundaki, Janubiy Koreya fuqarolari yangi prezidentini sayladi. 3-iyun kuni bo'lib o'tgan siyosiy jarayonlarda Lee Jae-myung 49,42% ovozni qo'lga kiritib g'olib chiqdi. Lee Jae-myung muddatidan oldin o'tkazilgan saylovda shunchaki g'alaba qozonibgina qolmadi, balki mamlakat tarixidagi eng ko'p 17,280,000 ta ovozni to'plagan. Lekin yangi saylangan prezidentning ba'zi ishlari haligacha sudma-sud yuribdi. U 5 ta jinoiy ish bo'yicha tergov ostida qolmoqda. Bu holat uni mamlakat tarixidagi murakkab siyosiy va huquqiy vaziyatga duchor etgan yetakchilardan biriga aylantirdi. Janubiy Koreya konstitutsiyasiga ko'ra amaldagi prezidentlar xizmat muddati davomida ko'pchilik jinoyatlar bo'yicha sudga tortilmaydi. Biroq Liga nisbatan tergovlar prezidentlikka saylanishidan oldin boshlanganligi sababli huquqshunoslar o'rtasida turli bahslar ham mavjud. Lee Jae-myungning inauguratsiyasidan so'ng mamlakatimiz prezidenti ham unga tabrik yo'llab, yangi hamkasbini O'zbekistonga taklif qildi. Lee Jae-myungning birinchi suhbati esa AQSh prezidenti Donald Trump bilan bo'lishi kutilmoqda. AQSh yetakchisini esa jamoasi shaxsiy telefondan foydalanishni to'xtatishga ko'ndira olmayapti, chunki unga har doim noma'lum raqamlardan qo'ng'iroq bo'lar ekan. Trump esa har qanday qilingan telefonni javobsiz qoldirmasligi aytilgan. Xullas 4-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, suhbat 1 soat va 15 daqiqa davom etgan. Trump va Putin Ukrainaning Rossiya aerodromlariga hujumini, shuningdek, har ikki tomon amalga oshirgan boshqa hujumlarni ham muhokama qilgan. Bu yaxshi suhbat bo'ldi, lekin zudlik bilan tinchlikka olib keladigan suhbat emas, degan AQSh prezidenti. Bu ikki rahbar urush haqida gaplashayotgan shu kunlarda Islandiya sobiq prezidenti Yohannesson milliy bog'ga gid bo'lib ishga joylashdi. U birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha kursni tamomlagan. Hozirda sobiq davlat rahbari ekskursiyalar o'tkazib, tashrif buyuruvchilarning savollariga javob bermoqda. Bu go'zal joyda bo'lish, toza havoda sayr qilish va odamlar bilan uchrashish meni hayratda qoldirdi. Shuning uchun men shu kasbni tanladim, degan Yohannesson. Lekin har doim ham sobiq prezidentlarning keyingi hayoti osoyishtalikda o'tavermaydi. Sababi Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev sirtdan 11,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Atambayev shuningdek barcha davlat mukofotlaridan mahrum etilib, bor mol-mulki musodara qilindi. Sobiq prezident Qo'ytoshdagi yer uchastkalarini noqonuniy o'zlashtirish va 2019-yildagi tartibsizliklar, Bishkek issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilishdagi korrupsiya holatlari bo'yicha aybdor deb topilgan. Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarov esa Qo'ytoshdagi voqealarga 6 yil bo'ldi. Hammasi allaqachon tinchib bo'lgan. Agar u af so'rab murojaat qilsa, men uni kechirishi mumkin, deya ta'kidlagan. Prezidentlar haftaligidagi qiziq voqealar shulardan iborat. Gapiring, plyusda qoling.